islomni da'vatini yetkazgandan keyin inson bu da'vatini ijobat qilgan kishilarni tarbiyalamoqligi kerak. Tarbiya nima bilan bo'ladi? Tarbiya kitob va sunnatning tarbiyasi bilan. Allohning kitobini va sunnat. Sunnat deganda hali aytib o'tganimizdek 3 narsani bilamiz: so'zlari, amallari va hamda u kishining huzurlarida qilinganda qaytarilgan amallar. Mana bu sunnatni ta'lim bermoqligimiz kerak. Bu sunnat hikmat ma'nolarining bittasidir. Huvallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi va yuzakkihim va yuallimuhumul kitaba val hikma. Kitob Qur'oni Karim bo'lsa, hikmat sunnat. Mana bu narsani ta'limi bilan biz kishilarga ta'lim bermoqligimiz kerak. U vaqtda inson sodiq, amin va ziyrak va muballigh Allohning da'vatini yetkazuvchi kishiga aylanadi.